Subhanalloh. Qabr kovladik, qabrdan ilon chiqdi mana. Degan videolarni ko'p ko'ramiz, ko'p eshitamiz. Bu lekin oddiy ilon. Xo'p, ming zaharli ilon bo'lganda, 10 metrli ilon bo'lganda, bu baribir bizni bu dunyoda ko'zimiz ko'rinadigan oddiy ilon. Aslida ilon hadislarda keltiriladi. Qalinligi tuyani bo'ynidek, uzunligi nechta 40 yillik yo'ldek deyilgan. Chaqqanda inson tanasida zahri 70 yil qaynarkan deyiladi. U barzax hayotida, ya'ni o'limdan keyingi to oxirat hayotigacha bo'ladigan qisqa muddatdagi boshqa o'lchamdagi biz aqlimiz bovar qilmas darajadagi holat bo'ladi. Qabr azobi u ilon azoblovchi farishta ilon qiyofasida kelib insonni shu azoblaydi. Alloh saqlasin. Biz shunday gunohkor bo'lib qolishligimizdan, qabr azoblaridan Alloh saqlasin. Umar roziyallohu anhu sahobalari yig'lashgan ekan qabr azobidan qo'rqib. Oxiratdagi bo'ladigan azobdan ko'ra qabr azobidan qo'rqishgan ekan, chunki qabrda inson o'zi yolg'iz bo'ladi deb. Alloh barchamizni Xudoyotda adashtirmasin. Ziroatlarimizdan yaxshi, iymonli, insofli insonlar chiqishini Alloh nasib qilsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin.